Muay Thai bo'yicha O'zbekistonning yulduzlaridan biri hamyurtimiz Mavlud Tifiyev. Kallam uzladim, qo'lim sinadim, men jang qilaveraman. Carlos Pratis UFC jangi siz bilan oktagondan chiqib urishmoqchi bo'lgandingiz. Mahmud Murodov ham urush qilishi mumkin. Pereira, в общем, u bizlar oldimizdagi zalda Phuket saytiga turnovka qilib yurganda u. Aslamjon Ortiqov o'tgan kun jang qildi. O'zi revansh bo'yicha ishlashyapti ustida, revansh ustida. Bir ikkitasi aytdi, Nursulton boy beradi. Men aytdim, 100 so'z Nursulton yutadi. Tony Ferguson urib miyasini buzib qo'ygan. Tony Ferguson zo'r paytda. Gapirmam kelmaydi, men ularga gapirib, ular reklama qilmam kelmaydi. Lekin ko'rib, otlarni aytmayman. Yaqinda bo'layotgan zo'g'i sopernikni ko'tdan tepibdi-da. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Oktagonda podkastining navbatdagi sonidamiz va bugun bizda mehmon Muay Thai bo'yicha O'zbekistonning yulduzlaridan biri va hozirda MMA da yaxshi faoliyat yuritib, g'alabali seriyada kelayotgan hamyurtimiz Mavlud Tifiyev. Aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qiynalmay keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Demak, faoliyatingizga to'xtalsak, aka, savolni boshidan yangiliklar bormi faoliyatingizda? Qanaqadir jang rejalashtirilganmi? Endi rejalar hozircha ko'p. Ammo hozir Mango bilan shartnoma qilganman. Nasib bo'lsa 26-sentyabrda jang qilmoqchiman Mango 5 da. Nasib inshaalloh. Shu hozircha plan shu, o'shanga qarab, o'sha o'zimizda qildi. Bitta Mango 2 da jang qildim-ku, o'zimga qanday aytsam, avra, qanday aytsam, organizatsiyani muomalasi, qanday qilsam, hamma taraflama yo'qkanda. Misol uchun qulay hamma taraflama O'zbekistonda, o'z vataningizda yana yaxshi arenalarda jang bo'lyapti-ku. Shuning uchun yana shu yerda jang qilib, Vanessa jangim bor edi, Muay Thai'da jang qilishim kerak edi. Mango 5 da to'xtatib, Mango 5 da jang qilamiz nasib inshaalloh. Mango 3 da ko'rgan bo'lsangiz Samarqandda bo'ldi. Mango 3 da o'sha Serdanovlar bo'ldi. Doston Bozorov chiqdi, Miraz Zalaxtamov chiqdi. Nimagadir sizni ko'rmadik, qanaqadir jang rejada bo'lmadimi? Rejada men o'zi to'g'risi bunaqa narsalarni yoqtirmayman, to'g'risi. Bizlar birga kim bersa qaraymiz. Agar unday yoshim ham to'g'risi 35 ga kelib qolgan. Kim bersa qarab o'zimizga nima qilib, MMA da yangi bo'lganim uchun unaqa hali unisiga sakrashni nima qilmayapman to'g'risi. Nasib bo'lsa sopernik berishgan, olganman, u Mangoda jang qilgan, hali o'zi Mango ligasi o'zi nima qiladi? E'lon qiladi. Granitsalik, nasib bo'lsa aniq bo'lgan. Demak, o'zi mana shu Mango 2 ga jang qildingiz, mana shu 2 ga jang qilguningizga qadar O'zbekistonda jang qilmaganingizga menimcha ancha bo'ladi. Men boshqa jangchilar bilan gaplashib ko'rganimda, boshqa davlatda misol uchun jang qilib yuramiz, 10 ta yoki 15 ta jang o'tkazamiz, lekin mana O'zbekistonga kelib Humo arenada urushadigan bo'lsak, Instagramda ham aktiv ko'tarilib ketadi. Umuman media taraflama juda katta foyda beradi deydi. Bu rostmi, shunaqami? Bu rost. Endi qanday aytsam, men Vanessada jang qilardim-ku, unda ham mediasi hamma narsasi yaxshi. Baribir O'zbekistonda urush qilsangiz, o'zingizni yaqinlar, o'zingizni даже olimda yurgan insonlar ham даже e'tibor qiladigan bo'lib qoladi-da. Aytsam, chem zagraniyatsiyada shuncha jang qilganki, men O'zbekistonda jang qilganman. Men o'zim Mango birdan ham jang qilishim kerak edi. Jasur akam aytganlar, bir ikkita nimadir bo'lgan, o'shaning uchun jang qila olmadim. O'shaning uchun nasib qilgan jangga 2 da jang qildim. Mana Xudo ishi bilan zakonni bo'y o'tkazib chiroyli g'alaba qildik. Taassurotlar mamlaqa media tarafdan, Instagramdan, misol uchun hamma taraflama juda yaxshi bo'ldi. Menda Xudoga shukr, alhamdulillah juda yaxshi bo'ldi. O'shaning uchun O'zbekistonda baribir vatanda jang qilsangiz, his-tuyg'u, baribir o'zingiz baletchilar bir dodlaganda o'sha yerda bo'lsangiz ham turib ketadi-da. Shunaqa his-tuyg'ular juda yaxshi yordam emotsiya beradi. O'zi menimcha misol Tailandda jang qilasiz, endi mahalliy muxlislardan ham muxlislar yig'ilib qolgan bo'lsa kerak, chunki aytda ham ko'p jang o'tkazdingiz, lekin baribir O'zbekistonga yetmasa kerak, chunki bitta hayqirganda o'zi motivatsiya bersa kerak. O'zbekistonda baribir aytadiki, o'zga yurtda shoh bo'lgandan ko'ra o'zing yurtingda gado bo'l degan begona gap emas-da. Haqiqatan ham vatanda urush qilish, qanaqa desam, ne только urush qilish, men o'zim Mango 1 ga kirganman. Avrani ko'rib shunga jang qilmoqim kelganda, juda bir ikkita o'zbekistonlik nimalarni chetdagilar yutganki, shunday kirganman, Jasur aka aytganman, Jasur aka birontasi bilan qo'yishda, birontasi bilan jang qilay deyman. Senga jang berganda nima jang qilmading deydilar. Shunaqa juda taassurot, baribir vatanda jang qilish
shuncha mehnatni ko'rsatishda bu televizordan ko'rish, Instagramdan ko'rish baxshi, живой ko'rgan odamlar baribir baxshicha e'tibor qiladi, to'g'risi. Demak, Mango 5 26-sentyabrga mo'ljallangan. Bu kartda bir taniqli jangchilarimizdan birorta jang qiladimi? Misol sizda baribir yaqinroq insight bo'lishi mumkin. Agar muxlislarga qiziqroq bo'lsa, bir uchini ochsangiz. Men o'zim yaqin bo'lsam ham meni ham unaqa ko'p unaqa narsalarni o'zlarining ichida nima qiladi. Endi aytishgan bir ikkita даже sudyalar yaxshi sudyalar olib kelib, misol o'zi sudyalarimiz yaxshi, bir UFC'ni bir sudyalarimi bir shunaqa nimalar bo'lgan, yana bir o'zlari yangi yaxshi sportchilarni taklif qilish, misol uchun UFC fighterlarni. Endi to'g'risini aytsam 60 ga 40 yoki 70 ga 30 moz Mahmud Murodov ham urush qilishi mumkin. U ham agar hozir bir ikkita agar nimalar bo'lmasa, kelib urush qilishi mumkin u ham. O'zi siz Mango bilan 3 ta jangga shartnoma tuzdingiz. Shu bittasi o'tdi hozir. Hozirgi faoliyatingizni Mangoga qurmoqchimiz, ya'ni Mangoda yana misol kontraktingizni yana davom etasizmi yoki yuqorida misol UFC bor, ularga ham harakat bo'ladimi? Men to'g'risini aytsam, o'zi yoshim ham o'zi katta bo'lgan, to'g'risi. UFC o'zi men vaqtida qaysi ligalarga xohlagan ekanman, o'sha ligalarda urushib, o'sha ligalarni kamarini olganman-da. Endi UFC men uchun hozir Mango UFCda. Men misol uchun Mangoda olgan gonorarim yoki Mangoda olgan ishlagan pulim UFCda bir 5 ta bo'y o'tkazishim kerak o'sha gonorar olish uchun. Tushunarli. Men uchun bizada mana bu UFC deydilar faqat. UFC, misol zagranicada u narsa yo'q. Mana Qozog'iston, Qirg'iziston, mana bu O'zbekiston, Rossiya mana UFCni qilib nima qiladi-da. Buni olib qarasangiz, ana Yevropada o'zining oktagon bor-da. U Yevropaning o'zining oktagoni yaxshi pul to'laydi. Sportchiga yaxshi pul to'ladimi, baxshi organizatsiya kerak emas. Mana dunyo bo'yicha One Championship 9 ta jang o'tkazganman. U ham dunyoda eng mirovoy katta davlatlar ko'rayotgan nima. Ya'ni dunyo bo'yicha 2-o'rinda to'xtabdi, mediasi 1-o'rinda to'xtaydi. U ham yaxshi gonorar beradi. UFC'dan ham shunaqada, mana Mango men uchun UFC. Nima degan, menga komfort ham taraflama. Yaxshi gonorar, yaxshi akalarim, mana uy, mashina, bu yoqda yaxshi nimalar, podarkalar bo'lgan. Ancha pul ishlab o'rganman-da, to'g'risi. O'shaning uchun men uchun Mango UFC, menga bu UFC chiqsam ham shu pul ishlashim mumkin. Qitti media ham, qitti nimalarim, kerakli insonlar zagranitsada butun dunyoda taniydigan odam taniydi-da. Men to'g'risini aytsam, men o'zi fundament, karyeramni hamma narsani ko'rsatib berganman. Misol Tailanddan ham, Yevropadan ham ko'p jang qilganman. Kerakli hammasini qilganmiz. Endi UFC men unaqa nimam yo'q, to'g'risi. Bir menejerim MMA bir 5 yillik meni o'zi Vanetsdan olib UFC qilmoqchi edi, Adrian, men menejerim. Harakat nima qilib, bitta bo'y yutdim-da, sherdoga qo'shmaganman. Haligacha bo'yni sherdoga qo'shmaganman-da. Keyin qaradim, cho'ta MMA'da qildi pul ishlash, qildi nimada, bari oilam bor, farzandlarim bor, qildi qiyinchilikda. Uni trenirovka, uni vitamizatsiyasi, Muay Thai'da yaxshi pul olasiz. Siz o'zi fundament ko'targansiz, yaxshi pul olasiz. Reyting janglarda urush qilasiz, yaxshi gonorar olasizda. İşte oilaga ham, mana rasxodlarga ham yaxshi-da bu. MMA'da какой-то mana topoviy boyez bo'lganingizcha ishlab olmaysiz-da, to'g'risi. Oila bor, bu yerda yosh bola bo'lsangiz-ki, постоянно shunaqa narsada yursangiz, bari o'z gonorar, yaxshi nima qilib ishlab olmasangiz, oilani boqmasangiz, u ham bo'lmaydi. Bitta hayol baxshi joyda bo'lsa, u sport ham davom bo'lmaydi. O'shaning uchun biz hamma narsani yig'ishtirib, men shu sportda yuraman. Ertalab turaman, shu sport, yotaman, yana turaman, sport, oqshom shunaqada. Bo'sh vaqtimda ham shu trenirovka. Baxshi ish qilmayman, baxshi joydan pul kelmaydi-ku. Shuning uchun gonorar yaxshi bo'lsa, sportchiga ham motivatsiya bo'ladi, unga UFC ham kerak bo'lmaydi. Tushunarli. Endi uzoqdan keltirib aytdim, tushuntirib nima qildim. O'shaning uchun
juda yaxshi pul bo'lsa, o'shada jang qilsa, o'sha siz uchun UFC, o'sha siz uchun nima deydilar aka. Tushunarli. Demak, o'zi Mangu ham o'zini shu faqat MMA da emas, balki One Championshipga o'xshab Muay Thai'da ham ochdi hozir. O'zi vaqtida grapplingni ham ko'rdik, shu jiu-jitsuni ham ko'rdik. Hozir savolim Muay Thai bo'yicha o'zi asosiy yo'nalishingiz Muay Thai bo'lgan. Hozir Manguda ham Muay Thai bo'yicha ko'rishimiz mumkinmi sizni? To'g'risini aytsam, MMA уже kirib ketdim-ku. Men baribir ko'proq Tailandga ketsam ham уже olishmoqim keladi. Ko'proq olishaman, parter u bu. Tajib do'stona ham ko'rganmiz, hazillashamiz, sport qilaman-da, zamon olishaman deyman, bitta akam $5000 qo'yibdi deyman, u deb qiziqib, u qanaqa desam, birontaga nima qilishadi, men o'zim o'stirishim uchun, u menga qilib bo'lsa ham серьезный отношенияda bo'lib olishadi. Tushunyapsizmi? Zaldan ham даже men Dog'istonlik o'rtoqlarim bor, Tigerda trenirovka qilamiz. U 22-0 da, u laqabi ham ko'proq, juda MMA kuchli. Unga aytaman, "Davay, bu kun ujin kim olib beradi? Boy bersak, 5 minutda kimdir zavasa qilish kerak." U ham уже напряжённый-da, men bilan olishadi. Как musobaqada realni bo'ladi. Yo'q, men ham yo'qda bachchalar bo'ladi, baxsha sportmenlar bo'ladi. İşte men stoykaga, men u ham harakat qiladi, yopishadi, yiqitish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Qiziqarli bo'ladi-da, tushunasizmi? O'shaning uchun men bunday qilib bir nima qilib tarayman. Dostonga ham hozir ba'zi bitta akamiz aytib, konferensiyaga ketibdi, bitta akamiz aytib qo'ygan, O'tkir aka. Doston bilan olishsan kim dedi? Aka dedim, bular aqli yetmaydi deyman-da, prikol qilib neri qildiraman. Shu hamma doston sizni yetadi, kurashlar deydi. Meni ham kurashim o'zimga yarasha bor-ku, lekin bari ularni mana shunday qilib olishib o'smasangiz qiyin-da. Baribir biz sparring qilganimizdan do'stim bilan ko'p sparring qilamiz. U какой-то aka sifatida ko'radi, baribir unaqa nima qila olmaydi-da. Ha, tushunarli. O'zi demak, hozir bor e'tiboringiz MMA ga qaratilgan, hozir Muay Thai chetga suriladi. Masalan, Vanessdan ham jang berdim, misol uchun 3-4 marta jang berdi. Raqibam men o'zim xohlaganda Yevropes beriladi. Faqat taizlar bilan urush qilib kelimda, hech Yevropes beriladim, Yevropes berdi ham, baribir she'rda yaxshi bo'lyapti-da. To'g'risi, ham vatanda ham qanday aytsam, avra chiroyli qilib bo'lsa ham bizlar ham shu O'zbekistondagi o'zimizni yaqinlar уже ertaga karyerani tugatsak ham, bir ish qilsak ham, ishtobi isda qoladi. Biz заграницада biz ish qilmaymiz-ku, O'zbekistonda ish qilamiz. Shunday. Shuning uchun o'sha O'zbekistonda jang qilib, o'zimizni yaxshi ko'rsatish. Bo'lmasa, MMA ga misol to'xtaladigan bo'lsak, o'zi Muay Thaidan MMA ga o'tish jarayoni haqida gapirib bersangiz, qachon bunaqa g'oya kelib qoldi? O'zi bitta jangingizda men adashmasam ancha avval o'tkazgansiz, keyin orada pauza bo'lib qoldi, keyin hozir 4 g'alabali seriyada kelyapsiz уже. Mana shu haqida gapirib bersangiz. O'zi to'g'risini aytsam, men o'zi birinchi sportim kurash bo'lganda, bizlar qishloqda kurash. Men o'g'lim ham o'zi kurashchi. Yunon rom bildan tepaga. Bizlar qishlog'imizda zal bor, futbolni stadion bo'lgan, oldida kurash zal bo'lgan. Va kurash zaliga ketamiz, futbolga chiqamiz, anchaga yurganmiz-da. Endi kurash o'shaning uchun men qiziqaman. Kurashda faqat musobaqalarga chiqqanman, 3-o'rin olganman-da, faqat polfinalda boy berganki, men o'shaning uchun kurash tanlab ketganman. O'shaning uchun shunaqa bo'lgan. Ham Muay Thai'da Samarqand bilasizlar, endi Muay Thai vatanidagi-da, Malink Tailand deydilar Samarqandda. Bizlar akalarimiz, bizlardan katta nima bo'lgan. O'shaning uchun o'sha Muay Thai'ga qiziqib, keyin Muay Thai'ga chiqib ketganman. Yaxshi rezultatlar ko'rsatdik Muay Thai'dan ham. Har MMA menga Muay Thai yoqadi. MMA'da qanaqa desam, o'zining his-tuyg'usi bor-da. Muay Thai'da bitta rol bo'lsa, MMA'da ikkita rol bor-da. Tushunyapsizmi? Agar stoykada kuchingizni o'zi slablik sezayotgan bo'lsangiz, parterga tortasiz. Parterda kuchingiz slab bo'lsa, stoykada tortasiz. Muay Thai'da to'g'ri bitta rubka bor. Men qo'llarni ahvoliga qarang, sinib maydalanib ketganda to'g'risi. Mana shu narsaga ham bir to'xtalmoqchiman. O'zimni qiziqtirgan savol hozir yozilgandan tashqari, mana shu Muay Thaichilar o'zi jarohat juda yuqori bo'lgan sport turi, lekin juda tez jang o'tkazishadi. Hozir misol uchun Aslamjon Ortiqov o'tgan kun jang qildi. O'zi revansh bo'yicha ishlashyapti ustida, revansh ustida. Nima sababdan bunchalik tez? 1 yil ichida 7 ta bo'y o'tkazdim bu. Bu MMA'da misol uchun maksimum bir 3 ta yoki 4 ta o'tkazish mumkin 1 yilda jangchi. Muay Thai'da buncha tez deyman-da. Muay Thai'da o'zi mumkin har 15 kunda 15 kundan keyin bo'y jang ursa bo'ladi. Organizm
15 kunda vassaniyani qiladi. Travma bo'lmasa ursa bo'ladi. Agar travma bo'lmasa ham Muay Thai'da ertasi kuni misol uchun yaxshi gonorar bo'lsa ham media qo'ymaydi. TV pul to'laydi Tailandda. Tailandda o'zini kanallari bor. 2 hafta bo'lishga srok, o'shandan keyin qo'yadi. 2 hafta bo'lmasa baxsha kanal. O'zi har bir mana bu Vanepsning o'zini televideniya kanali bor. Misol uchun Top King, misol uchun MX bor, ligalar bor-da. Ular ligalar ana shu media uchun qo'ymaydi. Kamida 2 hafta bo'lish kerak. Demak, tanaffus bo'lish kerak orada. 2 haftadan keyin baxsha ligada ursang ham bo'ladi, baxsha TV ko'rsatadi, moza ko'rsatmaydi. Organizatsiya olmaydi, shunaqa. Lekin TV qo'ymayapti deydi. Lekin baribir orasi qisqada juda ham. Muay Thai'da qanaqa aytsam, ana qarayga javob bo'lmasa, shu jangda boy berib qo'yasiz-ku, ertasi kuni jang qilmoqchi keladi. Shunaqa afsushalar bo'ladi. Ham tez vassaniyalar qilasiz. Ko'proq Tailandda bo'ladi, tezroq vassaniyalar qilasiz. Endi bir oyda jang qilish menimcha to'g'ri. Hatto 3 oy to'g'ri bo'lib ketadi, esingizdan ham chiqib ketadi. Yana noldan boshlashingiz kerak. Tushunarli. Demak, mana shu Muay Thai yo'nalishiga to'xtalgan bo'lsak, Aslamjon ortiq jangi haqida ham biroz gapirib, o'zingiz fikringizni bildirib o'tsangiz. To'g'risini aytsam, men uni uxlamay ko'rganman. O'sha kuni futbol bo'ldi, futboldan keyin Aslamjon boy bo'ldi. Tailandda oqshom 4 ga yaqin bo'ldi, kunduz. O'sha kun futbol ko'rib uxlamamda, to'g'ri. O'shaning boyini ko'raman. Ukam, yaxshi ukam, Samarqandlik, tarbiyalari zo'r bo'ladi. Boyini ko'rdim. U bola ham zo'r bola. Misol uchun Muay Thai'da shunaqa o'zimning pravilasi bor-da. Men o'zim hisobladim. Birinchi raund u bolaga berdim. Ikkinchi raund ham u bolaga berdim. 3-4 Aslamga berdim. Muay Thai'da 3-4 raund kim yuradi-ki? O'shanga beriladi qabiladi. Muay Thai'da 5-raundda e'tibor qilinmaydi. Men Muay Thai'da 5 raundlik ko'p jang qilganman. Muay Thai'da 5 raundlik jang 2 minut bo'ladi oxirida. 3 minutdan bo'lmaydi. Bayeslar qarab bir-birini olib keladi, urushadi, keyin yuradi mana bunaqa. Ko'p Muay Thai'slar hammasi biladi. Yuradi. Vaqt o'tadi, qarochi, keyin sudya to'xtatib, ikki chakka qilib kim yutgan. O'zi asalni Muay Thai'da 3-4-raundda shot beriladi. Titulni boyladi. Men o'sha hisobga 5-raundda ham Aslam bilan mana shunaqa bo'lgan. 50-50 bo'lgan. Unga bersa ham bo'ladi, 5-raundda bunga bersa ham bo'ladi, to'g'risi. Qit'a u ko'proq yurgan. Muay Thai'da ham qit'a ko'proq ustiga yurasiz-ku. Udar urasiz siz, u siz udar urganingizda siz ustingizda yursa, siz yurgan odamga yoziladi. Orqaga yurib urasiz, tepasizmi yoki udar urasizmi? Hozir orqaga chekinib ko'proq zarba bersangiz ham yurgan. Qancha bilasizmi hisoblanadi? Orqaga o'tib siz knockdown holatiga, knockout nimasi bo'lsa, o'shanda sizga nima bo'ladi? Hadi orqaga yurib, uni o'zining nimalari bor. Rotanglari bo'yini ko'rgan bo'lsa, shunday sapernik ustiga uraveradi, kallasiga yana udardan keyin kallasiga ikkita urib emotsiya berib odamlarni nima qiladi-ku. Ham Tailandda qarang, mana shunday Manguda Farhod aka bor bilsangiz. Shunday bo'y tugadi, telefon qilibdi, siz tanishlaringiz bor-ku. Ayting, u qiling, u revansh bersin, akadim revansh yutsa, bu xalq o'zi revansh tayyorlaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, shunday uni qo'lini ko'targandan keyin Blue Corner win deb dodlayapti-ku, o'zi arena bor-ku. Shunday o'zi yetadi. Ular bizaklarga o'xshab yoki nimaga o'xshab boy bergan bo'lsa ham ko'z yumib ketmaydi. Ular o'zida yozishadi, mana Facebooklar, u yoqda asalni Facebookda. Facebookga kirganman, men chatri, Big Boss'i, keyin bir ikkita nimalarni atmetga qilib yubordim. Aslamjon dedim, ko'rib chiqdi, yutgan dedim-da. U qarochi chatri menga serdechka yuborgan undan keyin. O'sha nimadan keyin prezidenti serdechka yuborgan. Instagramdan ham atmetga qilib yozdim. Qani aytsam, u yoqda shunaqa haq narsani aytadilar. To'g'risi. U boy mana shunaqa boy bo'lgan. Teng bo'ldi-da, deyarli. Durang berib yuborsa ham ancha. Durang bersa ham bo'ladi. O'zi teng. U yoqda men ayta olmayman. Shu 5-raund holatiga Aslama bersa bo'ladi yoki unga bersa bo'ladi. Bunday olib qarasangiz, Muay Thai'da 3-4 raund, 3-4-raund yutgani beradi. Bunday olib qarasangiz. Agar hozir Aslam o'rinda Tays bo'lsa, Taysga berardi. Tushunasizmi? Shunaqa narsa. O'shaning uchun o'zi baletchilar ham dodvoy qilgani uchun mana bu opshim qiziq bo'ladi. Vanepsiga ham qiziq bo'ladi. Buni Vanepsi bildi yoki shu yana bir bu odamlar e'tibor qilish uchun shunaqa narsa qildi-da. Shuning uchun bu bo'yiga ko'p odam intersat qiladi. Chir.
Oxirgi intervyungizda One FC'da jangim bor degandingiz. O'zi One FC'da yana shartnoma bo'yicha janglar bormi? Chunki oxirgi marta jangingizni 2024-yil o'tkazgandingiz-da One FC'da. Uzr, men oxirida jang qilganim shu One FC'da bo'y berganim. Men bir hafta qolganda men Tailandga ketganman. Mening bo'yim bor edi. 2 oydan keyin jang qilishim kerak edi. Tayyorgarlik uchun ketganman. Срочно главный bo'ydagi sopernikim bilan men jang qilganman. Mana shu toshdan Aslamdek bo'lgan, unga berishgan. Toshdan Aslamdan ziyod qilib urganman uni, unga berishgan. Keyin o'sha bolani bo'yi sopernik отказ qilibdi-da, как раз sen bilan nima qilgan edik deb. Men aytib, men tayyor emasman. Nima bo'lsa ham urush qil, sen urush qilishing kerak, u qilish bu qilish ko'p qanday majburlashmasu. Qanday aytsam, uni ichimda azart bor edi, o'sha chiqib uraman dedim-da. Tayyor emasman, bilaman, organizm o'zi tayyor emas. Mana yaqinda kelgansiz, Tailandga kirganman, adaptatsiya bo'lmagan. O'zi men shunda bildim, ves men taylasam tez taylayman-da, ves taylayman, yarim kilo vesim tushmayapti, 73 kilodan. O'zi 66 kilo, 65-800 qilishim kerak, yarim kilo tushmayapti. U o'zi qiyinchilik boshlabdi, organizm zuboy berganda, adaptatsiya ketayotganda vazn taylash qiyin bo'ladi. Keyin ana shunda nima bo'lsa ham meni 70 kilo bo'lsa ham qo'yib yubordi. Qo'yib yubordi. Birinchi raund cho'tga urib ketayotgandim. Qancham borki, bir xudodanmi, bilmayman. U ham bir lyoqkimamda bir tipgani ham o'xshamaydi. Men jigarimga oyoq bilan lyoq tip bordi. Jigarim bitta qisdi. Какой-то доля sekund organizm ishlamadi. Hayolimda turishim kerak, urush qilishim kerak, lekin tana javob bermayapti. Dedim, spokойно dam ol dedim. Shunday qilib yo'ldan adashtirdilar. Bo'lmasa Baxshabachani yutib, o'z poyezga urush qilishim kerak. Men degan top 2lar bilan top 2lar yutganman-da. O'shandan keyin bitta bo'yiga kontraktim bor edi o'zi. Cho'zib yurdim. Bular menga 66da men bitta 70 kiloda urishdim-ki keyin 66 kiloda jang qilmaysan, 70 kiloda jang qildi. 70 kiloda katta bolalar beryapti. Men hechisi уже men o'zingiz bilasiz, urveningizni o'zingiz bilasiz, darajangizni. Men debman, уже bitta parajena bo'lki, yana bitta parajena bo'lib chiqib ketishingiz kerak. Keyin tushunibsizmi? Keyin aytdim, "Yo, men vaqt kerak" deb travma olganman, u deb keyin MMA o'tdim. Unsavara mana shu menga 2da zo'r приглашение berdilar. Zo'r nima qildi, mana keyin Jasur aka telefon qildi. Men sen bitta gap aytdilar. Men sen bilaman, sen so'zingdan qaytmaysan, o'zi hamma narsa aniq, saperliging aniq. Mana narsa bilaman dedi, sen просто so'rayapsan deb qo'ydilar. Tushundim, короче, yo degani. Hadi bayez kam emas, Jasur akaga to'g'risi hamma o'zi yozish yotibdi. Endi qanday aytsam, bir-birimizni atnoshanamiz eskidan yaxshi, aka-ukalik. Demak, hozircha o'sha bitta qolgan jangni yaqin vaqt ichida o'tkazmoqchi emassiz? Bilmayman. Shartnoma lekin yaxshiroq kelib qolsa o'tkazishingiz mumkin. Yo'q, kontrakt qo'l qo'yganki biza o'sha kontrakt o'sha pulni oladi. Undan ziyod olmaysiz. Bo'lmasa nimaga o'tsak, ana UFC janglari, o'tgan UFC janglari haqida ham bir o'zingiz fikringizni bildirib o'tsak. Nursulton Ro'ziboyev jang qildi UFC Baku oqshomida. Turnirni ko'rdingizmi? O'sha Nursulton Ro'ziboyev jangi haqida o'zingiz fikringizni aytib o'tsangiz. O'zi Nursulton to'g'risida zeshinya chiqqan edi-ku. O'zi men biladim, Nursulton yutishini. Formasidan bilaman-da, o'zi badani o'zi yartillab turibdi, o'zi yaxshi podgotovka qilgan, o'zi yaxshi podgotovka qilsa odam ko'zi chaqnab to'xtaydi-da, короче, sapernikka qaraganda ham o'zi bilinadi, to'g'risi. 100% dedim. Bir ikkitasi aytdi, Nursulton boy beradi. Men aytdim, 100% Nursulton yutadi. Shu boydan ham, misol uchun Tapurini boydan ham kimga qo'yganman, kim yutadi deganman. Biroz u bir sportini bu nimada bir ko'rinish bo'ladi-ku, sportchilar shunaqa ko'rinish bo'ladi. Men o'sha narsani yaxshi ko'ra olaman. Tashqaridan, misol uchun jangchi urush qilganda, paskas berganda, misol uchun shu narsani tushuna olaman. Endi nima degani bir tajriba bo'lishi mumkin. Mavjud sezish mumkin shunaqa narsa. Ishda noto'g'ri xayolga ketmaslar, fol bo'lmasa devor ayg'irikda. Shu ma'noda aytibman. Sezganman-da, qanday aytsam uni misol uchun bitta jangchi bo'y bergandan keyin
уже uni trenirovkasi baxshicha bo'ladi. Trenirovka уже sel baxshi narsa bo'ladi. YouTube seriyada yutib ketayotgan odam unga bo'y berasiz, uni bo'yi atmena bo'ladi-ku, podgotovka qildingiz, podgotovka qilib kelyapsiz-da, bo'yingiz atmena bo'lyapti, tapurida ko'p shunaqa narsalar bo'lganda, tushunasiz, bo'yi atmena bo'ladi, bitta sel qiladi, islom uni armana qiladi, bo'yli atmena bo'lib shunday aylanib gejga kelib qoladi. Uje siz yonib kuyasiz-da, tushunasizmi, organizm trenirovka qilasiz, u formani bir xil ushlab tura olmaysiz. O'sha qaqoyda ko'tarilib, o'sha paytda yopishtirish kerak. Uning ko'ra tipni ham ko'tara olmaysiz, pastga ham tushira olmaysiz-da. Shunaqa momentlari bo'ladi-da. Periya bilan nima o'sha ikkovi ham bittasi kickboxer, bittasi muay thaychi. U Gammi nima edi u? Gan. U bizlar bilan trenirovka qilib yurganda, u muay thayda ham urush qilib yurgan, tro'xkratning chempion mira u. Tailandda mashg'ulot qilgan. Tailandda ko'p janglarda urush qilganda, u IFMAda, muay thayda, Lyubitelskdan ham tro'xkratning chempion mira. Men Periya, в общем, u bizlar o'rimizdagi zalda Phuket saytingda trenirovka qilib yurganda, u muay thaydan, kickboksdan chiqib yurganda. O'sha paytlar. Demak, ikkalasi ham sizga begona bo'lmagan. O'shaning uchun qanday aytsam, o'sha bu yutib ketaversangiz qit'i rastlabsan ushlab oladi-da, qit'i. O'shaning uchun aytdim, buni udarib o'tdim, kimma qilib yutadi dedim. Просто aytdim shuni. Gejji bilan tapurani, ko'p odam tapurani udari moshna deydi-da. Tapurani udari moshna emas, tapurada просто seriya bu. Seriya bilan одиночный urib uxlatmaydi. Qorin, kalla, baka urib uxlatadi. Odam seriyada уже u baxshi nima, udar deganda va gejjida. Uni jeb borgan, Toni Ferguson urib miyasini buzib qo'ygan, Toni Ferguson zo'r paytda. Shunaqa narsada, u gejjida udar, ko'rdingizmi, aftan nima qilib qo'ydi uni? To'g'ri, jeb, lo'q uribdi uni. U udar qattiq udar ko'rinmaydi-da o'zi. Shundan bilaman, shu ikkinchi raundda o'tdimi, Gejji uni nima qiladi? Nima degani, tapur 5 raundda jang qilmaganda. Men shu ma'noda bilaman. Birinchi raunddan o'zi bildirdi o'zi. Hozir o'rtog'im aytibdi-ki, hozir unga pul qo'yaman dedi. Men birinchidan pul qo'ymadim dedim, bo'y berasan dedim. Meni gapman quloq solmay pul qo'ydi, bo'y ber. Men qilib o'tiraman narsadan bo'y berasan dedim. Nima o'zi Hamzatni ham menimcha Hamzatni ham hozir to'g'risi hamma shubhaga boryapti. Mojid deb pulga bo'y berdi deb ko'pchilik yozibdi. Bunday yonboshdan qaraganda Hamza ham ko'p baho berib olgan-da. Hamza haqiqatan yaxshi bayiz, yaxshi kurashadi. Bitta narsani bilish kerak, sportsmenda menimcha shu sportsmenlar pul uchun, bo'y berish uchun hech qachon ringga chiqmasa kerak. Yaxshi sportsmenlar. Endi Hamza pul kerak emas birinchidan. Ko'pchilik aytibdi, Mojidda pulga sotdi u bolaga. Endi Hamza vesagonkadan neto o'tdi, vitamizatsiyasi neto bo'ldi, podgotovkasida qarayapman, Hamzani podgotovkasida Hamzani urayotgan bolalar yo'q. Tushunasizmi? Keyin u bola faqat Hamza kurashida o'sha bitta sportchiga kurashga qarama-qarshi ishlasangiz, misol uchun u to'xtab qoladi-da. Shunaqa narsa bo'lganda undan. Organizm zo'y berdi. Agar Hamza yutsaydi, o'zi jinnilik qilasdi vaqtda. O'zi sezdi, o'shaning uchun organizm o'zi zo'y berdi-ku, jimgina kulib o'tirdi o'zi. Tushundi o'zi. Endi sportsmenda u bir kun yutganda xursand bo'lish, bo'y berganda xafa bo'lish nima emas, bu bo'y berish ham qarasam yana ham uni yuksaklarga olib keladi-da, yana ham o'sha yoshligini eslab, yana ham yaxshi trenirovka qiladi. Endi yutish bor joyda yutqizish ham bo'ladi. Bizlarda faqat yutsangiz zo'r, bo'y bersangiz nima bo'lmaydi-ku. Shuning uchun men u narsa yomon qaramayman. Bu ham bir sport, bu kimdir yutadi, kimdir bo'y beradi. Aday Hamza haqiqatan yaxshi bayiz. Endi shunaqa holat bo'lib qoldi. Vesagonkadanmi, nimadir kamchilik bo'ldi, qidadir xato qildimi, shunaqa ish bo'ldi. Rafael Fiziyev jangi bo'ldi, Torres bilan jang qilib, nokaut qildi. U ham menimcha Tiger Muay Thayda shug'ullanadi. U bilan ham ko'rishib tursiz kerak. Biz birga tayyorgarlik qilamiz. Biz sparring partner bo'lganmiz, bir-birimizga juda yaxshi. U kickboksdan trenirovka o'tadi, dazjushida biz trenirovka darslarga kiramiz, trenirovkalarga. Yaxshi biz atmashinada. O'zi hozirgi sport formasi haqida qanaqa fikrdasiz? Pikiga chiqyaptimi yoki u pikiga chiqib o'tib oldimi? Biz hozir ko'p gaplashib o'tiramiz. U ham mana sportda ko'p trenirovka qilaverasiz-ku. U ham foyda yo'q-da. Misol uchun постоянно zalda organizm charchaydi. Ringga kerakli paytda ishlamaydi organizm.
Misol uchun zo'r mashinangiz bor, Rolls-Royce'mi, misol uchun Mers'mi, hamma joyi butun, lekin ichida benzin bo'lmaydi-ku. Sportsen ham shunaqada. Bizlar u ham shu narsa, unsa shu narsa aytdi, ko'p trenirovka qilib boryapman. Bu ham zalga kirsa, o'zini trenirovkasi, trenirovka o'tadi, trenirovkadan keyin o'zi trenirovka qiladi. Lapa ushlaydi, mana bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Bu mana shunda 1-2 oy qo'yganda mana shu boyga o'zi bir ikkita xatolarni men to'g'ri o'zim trenirovka qilaman deb Tiger Muay Thai'dan ham dars bermadi-da. O'zi trenirovka qilib, pakoy ko'proq, o'sha formaga kirganingizdan keyin pakoy ko'proq qilib, mana misol uchun ancha kuchli bo'ladi-da. Mana aytganda ko'rgan bo'lsangiz, bitta udar urdi-ku, u 4 ta ko'rdim deb Sapenega. Rafael. Shunchalik uni udari juda kuchli ekan-da. Uni juda xursand bo'lib ketdi Rafael uni urgani. O'zida uni krayda to'xtagan kickboxer Ali Nabiyev o'rtog'imda u ham. Misol uchun bir oy pastda o'sha bo'y uzunligi uchun o'sha bilan sparring partner qilib, o'shanga mos ishlari qilgani uchun shuning uchun o'xshadi. Ham yaxshi formalarda o'zi uchun trenirovka qilib, aplikatsiya qilmasdan, oilasidan tashqari qilib trenirovka qilib yaxshi natijaga erishdi. Demak, asosiy mashg'ulotlaringizni baribir Tiger Muay Thai'da o'tkazasiz, to'g'rimi? O'zi Tiger Muay Thai yoki umuman Tailanddagi mashg'ulotlar bilan O'zbekistondagi mashg'ulotlari farqi nimada? Farqi to'g'risini aytsam, yer bilan osmoncha. Birinchi o'rinda disiplina, ikkinchi o'rinda pitanya, uchinchi o'rinda nima? Sparring partnerlar. Misol uchun O'zbekistonda siz bilan sparring qilsam, baribir joningiz achiydi, unaqa urmaysiz. Yo'qda bu kun bitta bola bilan sparring chiqsam, Dog'istonlik bilan misol uchun biz ketaman, o'sha bizlar zalga ketdingizmi, 50 ta bola, ketdi, 1 man ishlayman, 2 san ishlayman, 3 amnaga olasiz, ketdi o'sha bilan ishlaysiz bir kun. Buni safda ketdi, o'sha sizga tushmaymi, baxshilarni olasiz. Baxshasiz, o'zi yaxshi bo'lsangiz, u sizga iltimos qilib ochirda to'xtaydi. Sparring partner deb hamma MMA'chi menga ochirda to'xtaydi. Nima desam, men stoykachi, ularga stoyka ko'proq stoykachiga, ular barbas yaxshi, ularga stoyka kerak. Faqat menga nima bo'lib qoladi? 10 talab bo'lib ketadi, savay dedim, nima qilib 5 ta sparring qilaman deyman, ko'p qilmayman deb. Shunaqa narsa ham har xil joydan keladi. Siz birinchi kun tanishmasmiz, sparringda bir-birimizdan hayajon bilan sparring qilamiz-da. Misol uchun xato qilmaslik uchun, ringda qanaqa bo'lsa, sparringda shunaqa bo'ladi. Ertasi kuni baxshi bo'la bilan. Yana o'sha. Siz men siz bilan 2-3 marta sparring qilaman-ku, o'zi bir-birimizni bilamiz, qayerda qattiq urishimizni, qayerda sekin ishlashimizni. Shundan o'sha organizm shunaqa narsa, magnitli narsa-da. Magnitni yaqinlashtirsangiz sezadi-ku, bir-birini tortadi-ku. Odam ham shunaqa-da. Sportsmen ham shunaqa. Yaqinlashdingiz, o'zi biz bir-birimizni nimamizni bilib qolamiz. O'zi chuvstvolar bor-ku, begona bilan chiqsangiz, badanlaringiz qo'rquv, qanaqa udar uradi, nima qiladi, o'shalarga kontrol qilasiz. Cho'ta ring pozitsiyasi. Tailandda trenirovkalar ham to'liq ring pozitsiyasi bo'ladi. Lesh narsa emas. Bizda misol uchun ko'proq misha bo'lib turadi, ko'proq razminka qildiradi, ko'proq baxshi narsani ishlaydi. Yo'qda ko'proq nima kerak? Bunosda uchun crossfitmi? Crossfit ishlaysiz. Ringda sizni olingizda lapa bo'lmaydi aka. Faqat sparring raqib bo'ladi. Raqib bilan ishlashga faqat. Lapada qachonki siz udarlari chotki nima qilish uchun chustva. Bizda faqat lapa bo'ladi yoki mushak bo'ladi. Yo'qda ko'proq atrobotka, ko'proq har xil raqiblar bilan biz nasochka. Bizda hamma shilem, nasochka, protektorlar kiyib yuradi. Yo'q, ringda u narsa yo'q. Bir hafta qolganda, mojud 10 kun qolganda o'sha hech kim sparring qilmaydi-ki, kam vaqt qolganda mojud kirib turaman. Siz qanchaki siz agar misol biz nasochka ishlaysiz-ku, o'sha mana tip etganingizda oyog'iga oldiga kelayotganda o'sha badan twist qiladi. Mana shu kerak. Zashda bo'lgandan keyin sizda bor, qo'rqmasdan tepasiz. Ringda nima qilasiz? Keyin tepa olmaysiz shu narsani. Shuning uchun shuni ko'zdan o'rgatish kerakmi? Ringda qanaqa, oktagonda qanaqa jang qilish kerak? Shuni nimada jang qilish kerak? Sparringda. Kerak bo'lsa biz protektor, biz nasochka, biz nima, mana bu biz shlemda двойной удар keladi, bunday bo'lib qoladi, to'g'ri? Bizda o'zi pishib ketgan professional degan nom bor-ku, o'zi shlem, tenem baribir bunaqa 100% urmaymiz-ku, 18lik perchatka, qachon chus qilishga, kelayotganini ko'rish kerak, orqadan, yonboshdan. Shlemda bo'lasiz-ki, orqadagi narsalarni ko'ra olmaysiz.
Mana shu taraflama. Mana demak, Ham keyin qarang, eng gapingiz bo'lin, eng zo'r narsasi sportchiga trenirovkadan keyin tezroq восстановление qilish kerak. Mana bu yerda zal bo'lsa, mana bu yerda ovqat yeyotgan joy. 1 metr yurmaysiz. Bir 10 metr, 20 metr, 100 metr yurasiz, yotayotgan joyingiz. Shu zaldan chiqasiz-ku o'zi, protein ichasiz, ovqat yeysiz, joyida hamma narsa. Yurmaysiz. Toshkentda trenirovka qilaman, fayt bazada qilaman, ovqat yeyish uchun basketbolga ketishim kerak, o'qa ketishim kerak. Uje vaqt, probka, u 1-2 soat o'tib ketadi. Yeb, ichib, uyga ketgan soat 2 bo'ladi. Ben o soat 9:30da yotamam ben Taylandda. Akşam 9, 10 uje qotib qolasiz. Ertalab 6 uje 5:30 o'zingiz turasiz. Trenirovkada charchadingizmi, o'zi nechta tursangiz o'sha payt trenirovkaga keting. Misol uchun soat 10da turdimmi, 10da trenirovkaga ketaman. Nima deganda har bir soatda trenirovka bor. Ertalab boksga kira olmasam, soat 8da boks yoga soat 6dan boshlaydi, yoga 7da tugaydi. 7dan keyin crossfit bor, 1 soat crossfit. 40 minut bo'ladi, 20 minut nima bo'ladi. Muay Thai bor, 8dan boshlanib 9gacha. 9 nechacha. Keyin boks boshlanadi, keyin jiu-jitsu boshlanadi. Mana shunaqa soatlar. Bunisi kech qolasiz, unga kirasiz. Uyquga to'yib, chotki qilib ketishingiz kerak. Tushunarli. Har organizmni to'ldirish kerak, hamma narsasini. Siz organizmingiz kitobsiz 3-4 acham telefon o'ynaymiz, uxlamaymizmi? Ertalab trenirovka qilib, o'zi katta bu degan nagruzka organizm. Bir haftadan keyin o'zi nimalar almashib ketadi. Bunaqa narsalari yo'qda juda nima, trenirovkasi nima bo'lmasa ham mana bu nimalari chotki. Mana har xil raqiblar bilan ishlaymiz deyapsiz. Har xil har turfa xil davlatdan keladi baribir. Haligilar bilan ishlaganda har yangi sparring sherik bilan ishlaganda hayajon bo'ladi deyapsiz-ku. O'zi mana shu narsa bo'lavergandan keyin hozirgi vaqtda, misol uchun Manguda jang qildingiz. Raqib mana shu oktagonga kirganda, qafas yopilganda qanaqadir hayajon bo'ladimi ichkarida? Men bunaqa narsa bo'ldi, to'g'risini aytaman. Sparring men zalga ketaman, Tiger Muay Thai. O'ylab ketaman. Birasa zalga ketayotgan, bu kun nima bo'ladi, sparring qanday bo'ladi. Hamma narsani o'ylab, men yarim soat, 1 soat o'ylab ketaman. Tigerda meni taniganlar, men bilan trenirovka qilganlar hammasi yaxshi biladi. Men zalga eng kamida yarim soat. Masalan, 1 soat o'ylab ketib, razmika qilib, mazlari surtib, o'zimga cho'qtik qilib, hamma tarafdan tayyor to'xtayman. Beliga haydab yoki kimma qilib to'xtayman. Tayyor qilibda o'zimni. Boya chiqamanki, men o'zi boyim aniq bo'ldi. Uje men vest o'ylayman. To boya vest o'ylayman. Vestdan keyin aytaman, 15 minutda bitadi, ketadi deganlar. Nima, hech qanday qo'rqish kerak. Men spokойно, uje qanaqasam men o'yimdagi chiqaman, u какой-то bir nimadir bo'lishi mumkin, bo'lmaydi demayman. Lekin kim qanaqa desa, men shunchalik uverin bo'laman. Qachon uverin bo'lasiz, odam 100% tayyor bo'lasizki jangga. Mana podgotovka zo'r bo'lgan, pitaniya zo'r bo'lgan, vitaminizatsiya zo'r bo'lgan, eshitma yo'q, oilangiz tinch bo'ladi. O'sha siz polni axotaga ketganda ketasiz-da, tushunasizmi? Ringga ham shunaqa narsa. Siz bir narsangiz neto bo'ladi-ki, u psixologik, короче, o'xshamay qoladi. Ringga chiqqanda hech nimadan qo'rqmayman. Nima desam, islolmayapman shu narsalarni, to'g'ri. Qanaqasam spokойно chiqaman, men tushunmayman, короче. Chiqdim, ishlash kerak, bo'ldi, pul ishlash kerak. Yo'qda nima u o'ldirmaydi hech kim sizni. Undan ko'ra sparringlarda undan katta udarlar yeymiz. Sparringda meni sparringlarim juda kuchli bo'ladi. Tashash bo'ladi. Bu vaqtda baxshi urush qilamiz. Menga chem oson, men ringda urush qilish. Sparringdan ko'ra. Sparringda har xil holat bo'ladi. O'zingizdan kuchli bo'lsa, vestdan o'tmaysiz. Yo'qda vesingiz ham bir xil, hamma taraflama bir xil. Tim bol Manguda hammani hech kim bir-biri bilan ziyod qo'ymaydi. Eng zo'r 50 qilib, chotki qilib qo'yadi. Tushunarli. Demak, Mangudan avvalgi jang qilganligingizda Turkiya ligasida janjal bo'lgandi. Carlos Pratis UFC jangchisi bilan oktagondan chiqib urishmoqchi bo'lgandingiz. O'zingiz mana shu voqea haqida gapirib bersangiz. Nimadir deganini eshitib qoldingizmi? U bilan ko'p nima bo'lgan. Bizlar u ham Tigerda trenirovka qiladi-da. Tailandda Phuket Fightingga qiladi braziliyalik. Bu bolani Ardenburg soperligimni 3 oy tayyorladi. Unga yaxshi pul to'ladi, 3 oy tayyorladi. Ular yoqda hammani bir-biri bilan gaplashadi, jiu-jitsu qilib yotibdi. O'zi Muay Thai ichib ochadi u ham. Nima qilib yotibdi? Qanaqa desam, yoqda eng nima bo'lgani, yoqda men
hamma takedownlar, hamma narsani zo'r qilib yutib kelyapman. 2 raund точно men olganman. Уже shuncha narsa bo'lsa ham zatsiya qilmamda, to'g'risi. 3-minutga 2 minut qo'yib, Demak aytibdiki, 2 minut остались debdi-da, короче. Уже men ochildim. Chotki bo'libdi. Men короче maya tep-tepdimda, meni yiqdi, keldim, kelmadi, tur dedi menga. Turayotgan edim, men uni pravilani bilmayman-yu. Men MMA'da pravilani bilmayman. To'g'risi, men turayotgan edim, yuzimga tepdi, короче. To'g'risidan tishlarim даже sinib ketgan edi. Don qilib dedik, men hayolimda 2 raund urdimki, nima bo'lsa ham kallam uziladi, menda shunaqa narsa. Kallam uziladimi, qo'lim sinadi, men jang qilaveraman. Hayolimda chiqib yutishimga 2 raund yutdim, kamga vaqt qolgan, bir bor qilib turdimki men riskga. O'sha jahllar sirasi turdim, hayolimda men o'ylayapman, u to'g'ri tepdi, короче. Hozir yutqizaman agar turmasam degan narsa. Turdimki aka, shu ham boshim bor-ku. Turganimdan keyin boshim aylanishni boshladi. O'sha ko'zim qorong'i bo'lib, men qo'rqdim, короче, yiqilib qolaman deb. Mana bir sportsionlar bir knockdown bo'lib yiqiladi, men boshim bo'lmaganman-da, mana narsa knockdown, knockout. Shunaqa narsa qo'rqdim-da, короче, men yo'qdim, Demak aytibdiki, eshitib o'tiribman do'stimdan Demakani. Ani dadu tiba время debdi, minuta debdi, spokойся debdi. O'zingga kelasan debdi, 1 minut vaqt beradi debdi. Turasan. Men ishlayapman, men o'ylayapman, bo'ldi, men o'zi kallam ishlamayapti, o'zi kallam aylanib. Asta o'tirgandan qo'rqibman, birdan o'tira olmayapman. Asta o'tirdim, u o'ylabdiki, u aytibdiki, o'tir 1 minut vaqt ber, ular bilan zaprasheni udari, o'tir 1 minut vaqt beradi. O'zingga kelasan, yana jang qilasan. 1-2 minut vaqt qoldi, qarab, yutding debdi-da menga. Tushunsan? U shunday deb menga tushuntiribdi, Demakga. U menga o'tirdim, mening o'zim holatim. Doktor keldi, boshim aylanib, ko'zim ko'rmayapti, to'g'ri, ko'zlarim ko'rmayapti. Yulduzlar sanab yuribdi-da, qarab, miyalar. Raz sudya keldi, menga aytibdiki, yaxshimisan deb. Cho'ladim, ko'zim yaxshi ko'rmayapti debman-da. Bitta neto ko'ryapman deb, shuvalabdi debman. Endi doktor chaqirdi. Doktor qarab menga bunday qilibdi. 2 ni ko'rsatyapti. Fo debman. Ko'rmayapsiz-da. Haqiqatan men 2 karra 4 ta ko'rinyapti. 3 ko'rsatyapti. Ne qilaman? Men hayolimda urush qilay debman. Tushunasizmi? Men urush qilay, qarorchi. O'sha o'zim men boy berib qo'ymayman. Shuncha podgotovka ma'mum bilan yana shuncha negativlar bor. U Turkiyada qitib даже Amir Temur bilan Yildirim Bayazid urush qilganga mana shu narsalarda men Amir Temur mana shunaqa media nimalar ketyapti. Tushunasiz? Endi men ichkarida bo'layotgan narsa nima bo'lsa ham uni urishim kerak-da. Tishlab bo'lsa ham yutishim kerak. 3 ko'rgan, hamma 3 ko'rsatyapti. Men kamerada ko'ryapman 3. Ho debman yana. Menda bitta narsani aytayapman-ku, ishda o'xshasin qaraydi, bittasi o'xshasin qaraydi. Orasida bittasi o'xshab qolardi. Ha, ho debman. Aytibdi, no fight deb, cancel deb. Men hayronman. Men turdim, men o'ylabman, o'zi yo nimadir bo'ladi, unga beradi deb o'tiribman. Qaraydi, aytib, sudya anglisa yaxshi tushunamanda. U vitse-prezident endi uni ko'tarish uchun o'sha organizatsiyani qilgan, uni glavni boy qilinmasa, UFC fighterlar, o'sha UFC urush qilgan, bizdan past kartda urush qilgan o'sha kuni. Bizlar birinchi main kartda urush qilib, nimada glavni u bachani ko'tarish kerak. U organizatsiya shuni o'tay nima qilib, shuncha xarajat ko'rgan bo'lsalar, butun arenada Turkiyaning artistlari hamma ushlaganlar nima bo'lganda, даже unga pul berib ana u trener bola UFC'dagi bacha trenovka qildirgan. Aytib trener sudya aytibdi-ku, UFC sudyasi yana u. U xato qilish mumkin emas. U kamga pul uchun xato qilmaydi. U aytibdi-ki, nima bu debdi, yutdi deb, bir debdi, ochkolar hisoblab chiqadi debdi, chiqdi debdi, u bacha yutdi qarorchi debdi. Ha, o'shani eshitdimki, ha, spokойно tutam. Menga urushaylik debdi qarorchi. Qo'lim ko'tardimi, u yoqdan kelyapti-da, qarorchi, menga aytibdi-ki, anglizchalab san debdi, trenering o'tirdi debdi, o'tirib trener so'qibdi. Carlos Prates shunday dedimi yo? Ha, o'sha. UFC san debdi, o'tirdi. Sen o'tir debdi, san debdi, nimalik qiling, san debdi, sportsen paviziyadan qilmading tutadi. Nima qilibdi? Men keyin so'kib tayladim. Bu ham nima qildimi? Bilaman, bizlar ham bu yoqda padarka bachalar emasda. Bizlar ham orqamizda odam bor. Ko'chada chiqqanimizda shunday ko'chaga o'zi chiqmaysiz-ki, hamma narsa chotkada. To'g'risini aytsam, Turkiya bo'lam, baxshi joy bo'lam, Tailandda ham shunaqa yuramiz. O'zbekistonda hech qachon nima bo'lmaganda, hammasi chotka.
Volni nima qilib taylamda, u bitta gastnitsada yashaydi uchumo. To'g'risini aytsam. Shunday gastnitsada ertasi kun bor-ku, ertalab shunday kitopan bitta gastnitsada u bacha ham men 321 da yashasam, 322 da yashaydi. U 334 da yashaydi mana Brazil. Shunday ketib beraka dedim. Meni yaxshi taniydi, meni Moytaydan ham yaxshi rezultatlarimni biladi. Unga aytibman, "Men qarasam sportsmenmisan?" Sorry brother debdi, kecha debdi, men debdi, ichgan edim, chakkan edim, uni qilgan edim, kechirasan, men hech nima istolmayman, noto'g'ri ish qildim, men bilaman, men debman, sen sportsmensan debman, sen уровень baxshilansan, yo publika debman, sen bu joyda nima qilsan, publika oldi, sen UFC fightersan. Sen bu yerda emas debman, publika qilish uchun mana bunaqa mediani ko'tarish uchun mana bu narsa qilish, senga yarashmayapti debman-da unga. Kechirasan debdi, men uning uchun emas, men noto'g'ri tushundim, trenering, debman, sen birinchi tushun. Men debdi, qayta keyin ko'rdim debdi, u narsani u joy debdi, haqiqatan debdi, foul debdi, men debdi, noto'g'ri ish qilgan debdi. U shiydan bilsang bo'lmaydimi, o'rtada UFC-da, men debman, qaydan kelganman, O'zbekistondan. Men uni davlatda urush qilyapman. Sen kelgansan, kim qilgan narsani, meni qo'limdan kelsa dedim, shu yerda sen bilan ham urush qilasan. Menda shunaqa dedim, xarakter dedim. Shu yerda sen chiqsayding, sen bilan ham urush qilaverasding dedim. Biz dedim, ular orqaga yo'l yo'q deb shunaqa gapirib, mendan kechirim so'rab, men bilan suratga tushib, nima qilay dedim. O'zi menimcha oktagondan chiqib ustiga sakramoqchi bo'lib ketib turadi. Ushlab qolishdi. Ushlamasadi, u emotsiyada bor-ku, nimadir. Deylik-ki, odam to'g'risini aytsam, hamma joyda o'zinikini nima qilish kerak-da. U birikta narsalar ko'raman, u kunni to'g'risi aytsam, men o'zi gapirmam kelmaydi, men ularga gapirib, ularga reklama qilmam kelmaydi. U kun ko'ribman, otlarni aytmayman. Yaqinda bo'layotgan musobaqa bu Sapernikni ko'tdan tepibdi-da. Men bu O'zbekistonda qaniydim nerv qilaman-da, u bachalar o'rniga nerv qilaman. Yana jimga men ular borku kallasini o'zi bu kallasini baxshi joyga tiqib qo'yardim-da, to'g'risi. O'zbekistondan san ular kim? San bu ko'tingda biz shuncha misol uchun O'zbekistonning sportchilari, bokschilari mana shuncha misol uchun nima qilsak shu O'zbekiston otdan bo'ladi. Yaxshi qilsak ham, yomon bo'lsak ham-da, to'g'risi. Qo'limizdan kelgancha aktyorlarimiz, mana misol uchun qiyra ketsak aktyorlarimiz gapiradi, mana UFC chempionlarimiz gapiradi, misol uchun hamma yaxshi nima-yu, mana bunaqa narsalar, поведениялар bizlarga nita bo'ladi. Tushunsiz? Menga o'rtoqlarim yo'ra. Nima deb san deb bu deb shunchalik nima deb ko'ta teptircha qo'yibsan deydi menga. Lekin u bacham o'zi vinovat, bunga aytish ham nida-da. Shu narsalarni bizlar o'zbek sportchilarimiz hech qanday o'zinikini berib qo'ymash kerak-da. To'g'risini aytsam, u boy bersa ham yutganday to'xtash kerak. To'g'risi-da, u bizari ota-bobolarimizni, bizari tarixiy qilgan odamlar bizari hech qachon ko'timizda tepish yoki biroma qilish haqqi yo'q. Bizlar o'sha odamlari, o'sha nimalari farzandlari bizada, to'g'risida o'shalari nimasi bizlar. O'shaning uchun biz otini aytib nima qilganim kelmadi. O'zim shunaqa nerv qildim, qanaqa desam, noto'g'ri narsalar bo'lyapti. O'shaning uchun o'sha narsalarga e'tibor qilsa, baribir baxshi bo'ladi, bilasizlar. Demak, hozir muxlislaringizdan ham savol kelgandi. Ba'zi shu savollarni bir ikkitasini o'qib beraman. Professional jangchi boshqa bir professional jangchidan qo'rqishi normal holatmi? Sizda qo'rquv bo'lganmi? Professional jangchidan qo'rqsangiz, yaxshi jang bo'ladi. Qanaqa aytsam, vнимательно bo'lasiz, organizm pastoshit qiladi. Qo'rqmaysizki, misol noto'g'ri udar urib, o'zini udarga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'rqib distansiya bilan ishlash juda yaxshi narsa. U aqlli odam shunday qiladi. Qo'rqqan odam demak o'zini himoya qilib bemalol jang qiladi. Qo'rqqandan mensimasa yutqazishi mumkin. Demak, faoliyatingizdagi eng qiyin jang qaysi bo'lgan? Faoliyatimda eng qiyin jang Ferrari bilan bo'lgan. Valensda urush qilganimda. Qarasam, shunchalik urib ham u bilaman udar ko'tarmaydi-ki, nima bo'lmayapti. O'sha siz aytgandek urib ketibam bitta atlet berdiki, oyog'imdan jon chiqib ketdi. Bildirmayapman lekin, tushunsiz? Oyoqdan jon oshna, как бы tok urdi-ku, oshna bo'ldi. Orqa yurish boshlabman, lekin ichimda men oilam ko'ryapti, farzandlarim ko'ryapti, O'zbekistonda hamma yaqinlar ko'ryapti, ichida ishlaganman. O'sha narsalar ham bo'lgan. Unga intervyuga O'zbekistonda trener bitta urush qilganman-da, O'zbekistonda Moytayda. Shunaqa udar o'tkazib qo'yganman birinchi raund.
knockdown bo'lganman aka. Samarqandga kelib ketganman Andijondan. Sekund ichida. Unga aytganman, shunaqa kelib odamlar сказка deb o'ylaydi. To'la sekund ichida kelib ayamni ko'rib, ayam bilan gaplashib, trener bilan gaplashib yo'lda kilopam, ochilopam, yana bo'y ko'ribmanki, uni knockdown holatdan tushmaganman-da. Tushundim, uni achoqlab olganman o'sha payt. Klinchga, mo'ytada klinch ushlab qallamni tiqganman, kolena tepib o'tiribman, vaqt o'tkazish uchun. Shu paytda men kelib ketganman, Yusuf akam sekunda dedik, suv quyotdilar, u ham peshkam ketasan. Shunaqa qo'rqib yana turib davom qilib ikkinchi raunddan uxlatganman. Shunaqa narsa bo'lgan. Har bir boyda o'ziga yarasha qiyinchilik, mana visagonka bizlar. Meni birinchi boydan oldin visagonka qiyinchilik. O'zingizda ovqat yemay yurish azobda baribir. Bu yosh o'tgan sari visagonka qiyinroq bo'lyaptimi? Seziladi. Yosh o'tgan sari ves ko'payapti-ku, ko'proq tayyorman. Avval unaqa ko'p tayyorlamadim. Shunday bo'libdi, o'yinkilar bas 18-19 ga tayyor o'rganman. Oxirinchi 7 kiloni tayyor o'rganman. Yana 7 kiloni qanday tayyorlaganman? Kirdim Bobur Tagiyev ovqat berganman, ichmayman. Bobur Tagiyev men ovqatlarni yeyaptim. Menga ovqatdan beradi-ku. Ha. Ovqatlarni yeyaptim. Akam supcha zo'r ekan dedi. 3,5 kilo qolgan hali. Supcha zo'r ekan dedi. Hatta beqandim, bitta ichib ko'raydim, nima dedi? Bitta ko'tasan, hammasini ichib yuboribman-da. Ustidan zero Pepsi'dan bitta urdim, ketdim, endi trenirovka qilaman deb. Shunday turdim-da, vesagonkalar keyin o'sha faqat qilib trenirovka qildim. Shunaqa narsa bo'ladi, odam o'sha payt kim qanday o'sha menga yordam berganda, tushunsiz, o'sha ovqatni ichgan kim? Kim qorni ocham trenirovka qilib bo'lmaydi-da, to'g'ri. Vesagonka bizlar uchun juda qiyin o'tadi. O'zi bu savol bergan sababi o'zi mana shu MMA ga qaraydigan bo'lsak, jangchilar yosh o'tgan sari vesini oshirib boraveradi. Shuni so'ramoqchi edimki, yosh o'tgan sari demak o'zi odamning vazni ortib turib, vazn tashlash qiyinlashib qoladi ekanda. Vazn o'zi, men o'zi 86 bo'lib ketdim-da. Tushunsiz? Avval misol uchun 66 da urush qilsam, 65,5 da urush qilsam, 70 kilo, 71 yurardim-da. Hozir juda katta bo'lib ketibdi vezim. 86, mendan o'zi 90 kilo yana jim deyman, jo'ya keltirib asosda taylib. Mana bu safar o'zi 75 kilo yuribman, unaqa nima qilmayapman, biz kerakman. 10 kilo normal. Demak, keyingi savol, nimaga Integra FC ligasida aynan ikkita yutgan jangingiz bekor qilingan, faqat bitta yutqizgan jangingiz qo'shib qo'yilgan deb yozishibdi. Shunaqa holat bo'lganmi? Integra FC MMA liga. Bu ikkita jang bekor qilingan, rekordga hisoblanmagan. Faqat yutqazgan jangingiz, Bu meni o'zi men aytganim o'sha no content nima qilayotgan, o'zi Yevropada urushganman, ularda MMA urushganman, Shengalgada urushganman. Ularda qanaqa desam nimasi bor ekan. 30 sekund ichida baylik olsangiz, 30 sekund yerda turg'izadi keyin. Shunaqa narsasi bor ekan. Bilmadim o'shalar nima shunday bo'lgan. Menimcha shunday deb o'ylayapman-da. Ataga MMA Shengalgada urushganman. Bittasida qarang, bittasi o'zi 5 minutlik bo'lishi kerak-ku. Bittasi 3 minutdan bo'lganda. Hammasini birinchi raundda urganman. Lekin bittasi sastav parada 3 minut yozilgan. O'shaning uchun kickboksni nimadir baxshcha sport bo'lib kirgan. Tushunarli. Demak, oxirgi savol muxlislaringizdan, farzandlaringiz o'zingizning yo'lingizdan kechyaptimi, ya'ni sport yo'nalishida kechyaptimi yoki boshqa yo'nalishda olib bormoqchimisiz? Bilmadim, farzandlarim hammasi sportsmen. O'zi katta o'g'lim sport shkolada o'qiydi, Yunon Rumda. Yaxshi rezultatlar qilib ketyapti. Nasib bo'lsa, endi kurashga qo'yganman, shu MMA yaqinroq bo'lish uchun shu olimpik sportda yaxshiroq natija qilsa, nasib bo'lsa o'sha qoladi. Agar ko'ramiz-da, agar nima bo'lsa, baxshi o'zimizni sohaga qo'yib. Endi o'zlari qaysi sohani xohlasa, shu sohada yursin. Men ayta olmayman, sportsmen qilmayman deb. Men sportdan yomon narsa ko'rmaganman. Sportdan ko'rgan narsalarim juda yaxshi. Misol uchun yaxshi yo'lda yurganman faqat. Sportsmen bo'lsa yaxshi yo'lda namoz vaqtida qiladi. Tarbiyasi baxshi bo'ladi, tizimi sportsmen, yaxshi sportsmenlar shunday-da. Men o'zimdan qiyos qilib aytaman-da sportchilarga. Sportdan yomon ko'pchilik mavjud sportda buzilib ketishi mumkin. Yo'q, naborot, disiplina bo'ladi, vaqtda o'ylov bo'ladi, mas'uliyat bo'ladi, trenirovkasi bor, musobaqasi bor, oilasini boqish kerak mana. Lutchi baxshi ishlarda buzilib ketgandan ko'ra sportda yurgani men o'shaning uchun bachalar sportsmen bo'lsa men roziman. Uni o'zlari tanlaydi. Qaysi yo'l, qayda nima.
Tushunarli. Demak, shu bilan podkastni yakunlasak ham bo'ladi. Chiroyli suhbat bo'ldi aka. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Demak, do'stlar, Mavlud Tifiyev bo'ldi, Moita Yulduzova. MMAda nasib qilsa, navbatdagi ham yulduz bo'lamiz. Yana chiqib qolamiz. Katta rahmat aka. Rahmat Abdushi, mana shunaqa O'zbekistondan ham har xil medialar ko'payib, shunaqa sportchilar, yosh sportchilarni ko'tarib, mana bunaqa baribir sizlar yoritib berasizlar, tanimagan, ko'rmagan, eshitmaganlar eshitadi. Sizlarga kattakon rahmat. Yana shunaqa sizlarga o'xshagan mediani bayizda nimalar ko'paysin, videochilar, nimalar sportchilar shunaqa xalqimiz tanisin. Shunday qilib sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat katta. Do'stlar, demak, keyingi podkastlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.